tanada ham xuddi shunday. Bir joyda bir keskin, yaxshi, sezilarli o'zgarish bo'ldimi, uni muvozanatdan chiqaraveradigan. Uni butun tizimida shu narsa aks etadi. Butun tizimida o'ziga xos ta'sirlanish zanjiri paydo bo'ladi tanada. Tizzani davolay olmaysiz toki mana shu tizza og'rig'iga aloqasi bo'lgan o'sha zanjirni, patologik zanjirni boshidan oxirigacha hamma tomonlarini topib muolaja qilmaguningizcha muammo ketmaydi hech qayerga. Siz o'ylamang, man hozir $100 ukol oldim, bitta ampulasi $100 turar ekan, endi men o'ynab ketaman, falon bo'laman, pistaman. Ha, u boshida u kasallik endi xuruj qila boshlagan payti, hali 10, 20, 30% dan oshmagan paytda muammo. Bunaqangi $100 preparatlar sizga mana bunday zarur effekt berishi mumkin. Ja borsa 6 oyga boradi ta'sir. Ja borsa. Lekin keyinchalik o'sha preparat, xuddi o'sha preparatni o'zi o'sha oyga yetmaydigan bo'ladi. Keyinchalik xuddi o'sha preparatning o'zi 1 oyga yetmaydigan bo'lib qoladi. Yolg'on gapiryapmanmi? Nahotki kuzatmaysizlar shuni hayotlaringizda, hayotlaringizda va atrofdagilarni hayotida. Mana shu haqiqatlarni kuzatmaysizlar. Hali men biror marta menga kelib, "Voy, siz mana hozir betimni ko'rib qo'ying, biror bir boshqa a'zoyimni, lekin men 5 yildan beri shunday tizza og'rig'idan qiynalardim, dabdalam chiqqanida men hozir mana sport bilan shug'ullanyapman. Men hozir 7-8 kilometr tiqitmasdan yuriyman" deb hali biror bir kishi maqtangani yo'q. Nuqul kelayotganlar 4 yil bo'ldi shu ahvolga tushganimga, 7 yil bo'ldi shu ahvolga tushganimga. Ja anaqa bo'lsa 1 yildan beri eng anaqasi kichkinalari. Yo'lini topolmayapman, qiynalyapman deydi. Hatto qiziq joyi mana shu 1 yil bo'lgan bo'ladi, muammosini qattiq yuzaga oldindan bo'lgan bo'ladi, lekin qattiq yuzaga chiqqani 1 yil bo'lgan bo'ladi, lekin o'sha tog'ay yemirilgan holda 10-15% tog'ay yemirilgan holda kelishadi. Tasavvur qiling, kasallikni rivojlanish tezligini 1 yilga shu darajaga yetib kelgan. Dahshatku bu. Bu dahshat bu. Nima uchun shunday bo'ladi? Ana shu tanadagi o'zaro aloqalar to'g'ri topilmaganligidan, organizmni barcha a'zolarini bir-biriga muvofiqligidan kelib chiqib, o'sha kasallanishni barcha patologik zanjirlarini to'g'ri topilmaganligidan va o'sha zanjirlar bo'ylab bo'lgan patologik holatlar muolaja qilinmaganligidan nerv tizimi bu kasallikni unutmaydi va bu kasallikni muolajasi uchun o'zini aytdim, tanada shunaqa bir mexanizmlar bor. O'sha mexanizmlar ishga tushmaydi. O'sha mexanizmlar sizni foydangizga ishlamaydi. Mana shunaqa gap haqiqat, azizlar. Qabul qilmasangiz, "Sen yolg'on aytyapsan, o'zingga o'zing chiqib olib aqllilik qilverasan-da, kim bo'ldingsan" deydigan, pожалуйста, hech kim emasman men. Agar siz kim bo'ladigan bo'lsangiz, mana shu krutoy, aqlli bo'lib ketgan bo'lsangiz va o'zingizni yaxshi biladigan bo'lsangiz, sizga nima yaxshiligini pожалуйста. Qalay bo'lyapsiz? Zo'rmi? Gumbullab sportsmenlarnikidek bo'lib ketdimi tizzalaringiz, bo'g'inlaringiz? O'ynab kulib chopib yuribsizmi? Ras shunday emasmisiz? Demak, boshingizni qotirishga majbursiz. Kallani ishlatishga majbursiz. Qolipdan chiqib fikrlashga majbursiz. Ya'ni shu vaqtgacha shakllanib qolgan juda ko'pchiligi ko'p tomoni bema'ni bo'lgan, mantiqsiz bo'lgan standartlardan chiqib yangi standartlarga kelish kerak. Yangi tushunchalarga kelish kerak. Yana bir marta aytaman, bu tushunchalarni akrom kineziolog o'ylab topgani yo'q. Yoki kineziologlar monopoliya qilish uchun, odamlarning kallasini ahmoq qilish uchun o'zicha o'ylab topgani yo'q. Bular hammasi zamonaviy nevrologik izlanishlar, zamonaviy tajribalar ko'rsatib turibdi bu narsani, haqiqatan. Kineziologiyada o'ziga xos bir uslublar bor, o'ziga xos algoritmlar bor. O'sha algoritmlar bo'yicha tekshiriladi va mana shu aloqalar o'zaro bog'liqliklar topiladi. Endi bu kasallik o'tib ketgandan keyin dabdalasi chiqadi. O'sha tanani biologik to'sig'i bor. Biologический baryer deydi. Biologik to'sig'idan kasallik o'tib ketadi. Tushunyapsizmi? Biologik to'siq, ya'ni organizmda boya aytdim, bu mexanizmlari bor deb.
o'sha buzilishiga yo'l qo'ymasdan qarshilik qilib muvozanatni saqlab turuvchi to'siq buzilgan bo'ladi, allaqachon buzilgan bo'ladi. Aytdim-ku, mengacha eng kami 1 yil bo'lgan bo'ladi buzilganiga. 7 yil shu buzilish bilan yashaganlar bor, 10 yil shu buzilish bilan yashaganlar bor. Demak, o'sha biologik to'siq buzilgan bo'ladi va kasallik ko'lami kattarib, zanjirlar patologiyasi paydo bo'lgan bo'ladi. Mana u kun bir ayol kishi keldilar. Yoshlari bilmayman, shu 60 dan oshganmi? Nima bo'libdi menga Akromjon dedilar. Keyin o'sha tizza og'riqlari bilan kelganlar. Tizza og'riqlarini kelib chiqish sababini o'zlariga sanab berdim. Men keyin qiziq bo'ldi. Keling bitta sanaylik dedim. Qancha aniga buzilgan ekan dedim. O'sha patologik zanjir deyapman-ku. O'shani sanab ketdik. 24 ta. Ba'zi bir odamlarda 13 ta, 14 ta bo'ladi. Juda rivojlanib ketmagan bo'lsa kasalligi, tanasi yosh bo'lsa chiqadi. Lekin biling, o'sha kam bo'lsa ham mana bu kishida 24 ta deylik, kimgadir 15-18 ta chiqqan bo'lsa, shunday bo'ladiki, misol uchun o'sha 18 taning ichida ham baquvvat buzilgan tizimlar bo'ladi. Baquvvat buzilgan tizimlar tasavvur qiling. O'sha yallig'lanish bilan kechadigan aniqlar bo'ladi, buzilishlar bo'ladi, kuchli. Endi uning ichida juda ko'p narsa kiradi. Boylamalar, nerv oxirlari, retseptorlar, parazitlar, viruslar, kerak bo'lsa, nima deydi yana, miyani markazlari, miya bo'limlarini markazlari, suyaklarning joylashuvi, mana shu buzilib ketgan bo'ladi. Hammasini terib, to'g'irlab chiqishingiz kerak. Bu narsa qizig'i. Mana shunday bittadan bo'lmaydi-da. Men ajablanaman shunday odamlarga. Kelishadi. Butun Akrom aka deb kelishadi. Men sizni tushunaman. Men sizni hamma videolaringizni ko'rganman. Suyak tog'ayi yemirilgan. Tasavvur qiling. Suyak tog'ayi yemirilgan darajagacha kelgan. Endi buni qanday buni yechish? Buni o'zi bo'lmaydi-yu yechishni. Voy, men hammasini tushunaman. Voy, men gap bo'lish mumkin emas. Men qasd qilganman. Men bel bog'laganman shu kasallik. Mana shu yoqimga kelib ketdi, ko'z yoshlar. Yaxshi, siz qanchalik tayyorsiz men bilan ishlashga? Yoki mendan sehrgarlik kutyapsizmi? Voy, nimaga sehrgarlik kutaman? Siz sehrgar emassiz. Men hammasini yaxshi bilaman. Men aqlli odamman-u. Ha, rahmat, yaxshi. Qiziq joyi, men ularga boshidan aytaman. Ehtimoliy qancha davom etishi mumkin muolaja? Kimga 4 oy, kimga 3 oy, kimga 6 oy, hatto 1,5 yil anaqada turishingiz kerak deyman, aloqada. Yoshiga qarab, kasalligining ko'lamiga qarab, aloqada turishingiz kerak bo'ladi deyman. Voy, hammasini tushunaman. Albatta, xo'p, yaxshi. Ish boshlanadi. 4 ta, 5 ta o'sha meni majburiy anaqam bor. Majburiy emas, men talabim. Sharti meni hech bo'lmasa 5 ta muolaja olishingiz kerak deyman. Chunki kimlardir 10 ta muolajaga yaxshi natijaga erishadigan bo'lsak, kimlardir 3 ta kasalligiga qarab, yoshiga qarab 3 ta muolajaga yaxshi natijaga erishadigan bo'lsak, shuning uchun shuni o'rtasini olganman-da men. 5 ta muolajani qilganman. Shartli qilib qo'yganman. Shu 5 ta muolajani o'tish boshlanadi. Muammo kamayib kelaveradi. 5-seans tugaydi. Og'riqni, muammoni sezilarli ko'lami 50%, 40% stabilniy bo'lgan, yengillik bo'lgan. Kimgadir 70%, 80% yengillik bo'lgan, stabilniy. Lekin nimalardir qolib turadi. Ulgurib bo'lmaydi. Kasallikning ko'lami kengligidan, ayniqsa qarilarda, keksa kishilarda. 60 dan beri вообще dabdala. Hatto o'zi tizimni 60 dan keyin tiklash juda qiyin. Shunday bo'lsa-da. 5-chi anaqadan keyin 6-chiga endi ko'rishamiz. Sizni holatingizdan kelib chiqadigan bo'lsak, deyarli hammaga aytiladi shu gap. Sizni holatingizdan kelib chiqadigan bo'lsak, kimgadir 20 kun, kimgadir 1 oydan keyin ko'rishishimiz kerak deyman. Nima deb javob berishadi bilasizmi? Mana hozir ko'rib turgan bo'lsa, mana shu negativchilar. Bo'ldi deydi. To'g'ri aytasiz deydi. Men deydi oxirigacha yurishni aniq qiluvdim-ki deydi.
aytuvdimki, qasd qiluvdimki deydi, albatta kelmasam bo'lmaydi. Mana shuncha, Xudoga shukur deydi, shuncha natijaga erishdik deydi. Mana deydi, ancha-muncha deydi, hozir yengilman deydi. Ma'nada istayman, gap bo'lishi mumkin emas. Lekin ichimga kulib qo'yaman. Xudo poshsha, vaqt ko'rsatadi deb qo'yaman. Lekin nima bo'ladi? Shaftoli qoqib bo'ladi bu yog'i. Bir oy o'tadi ham darak yo'q. 2 oy o'tadi ham darak yo'q. Bir necha o'nlab odamlarning ichidan bitta yarimta shunaqa bo'lib qoladi. Hamma emas. Bir necha o'nlab odamlarning ichida shunaqa bo'lib qoladi. Bir 30 tadan ichida bitta keladi menda bunaqa. 40 tadan ichida bitta keladimi, men uni hisobini olmaganman, qiziq ham emas menga. Shunaqa chiqib qoladi. Voydod! Voydod! Bunga ishonmanglar. Voydod! Bu mashaynik. Voydod! Bunga borganim afsus, afsus. Unda edi, bunda edi deb detskiy sad bo'ladi bu yoqqa. Detskiy sad. Umuman ulg'aygan odamni gapiga o'xshamagan, ongli insonni gapiga o'xshamagan, bolalarcha alamzadalikdan boshqa narsa emas. Ming afsus. Boshida nima degan, oxiriga nima qilgan. Ana shuning sababi tushunchani yetarli emasligidan. Shuncha aytishimizga qaramasdan bu masalani chuqur o'rganmaydi. Ya'ni bizani oldimizga kelib ketgandan keyin YouTube kirmaydi. Boshqa shu sohani katta mutaxassislarini videolarini, ularning maqolalarini o'qimaydi va tushuncha o'sha sayozligicha qolib ketaveradi. Ya'ni ko'r-ko'rona ishonish deydi buni otini. Natijada ana shu ko'r-ko'rona ishonish tafakkurning kamligi pand beradi. O'zlaringizga pand beradi. Kineziologik uslubda muolaja qilingan payti boshqa uslublardan ko'ra natijasi xohlaysizmi, yo'qmi, ishonasizmi yoki yo'qmi zo'r bo'ladi. Boshqa uslublarga nisbatan boshqa uslublarda ham men qoralamoqchi emasman. Boshqa uslublarda ham ajoyib natijalar bor. Ularga nisbatan ajoyib minnatdorchiligi bor elni, xalqni va hokazo. Men nisbatan aytyapman, nisbatan. Amaliy kineziologiyaning imkoniyati darajasi balandroq. Faqat bitta sharti. Kineziolog zo'r bo'lish kerak. Kineziolog zo'r bo'lish kerak. Tashxislay olish kerak, tuzilmalarni, o'sha zanjirlarni topa olish kerak. Patologik zanjirlarni to'g'ri topa olish kerak. To'g'ri. Biologik qonunlarga binoan, fiziologiya, patofiziologiya qonunlariga binoan topa olish kerak. Kallasiga kelganini emas, aqllilik qilib. Buning uchun esa, bu darajaga chiqish uchun esa tajriba juda katta rol o'ynaydi. Tajriba va ta'limot, olgan ta'limoti qaysi manbadan olganligi ta'limotni juda katta rol o'ynaydi. Men bilan oxirigacha o'zini so'ziga turib va'da bergan odamlargina biladi meni ilmimni qo'limdan nima kelishligini. Asli qolganlar emas. Asli qolganlar emas. Mana shunaqa gaplar. Ya'ni men o'zimni vijdonim oldida absolyutda pokman. Men o'zimni aybdor hisoblamayman hech qaysi holatda. Demak, yana nima qoldi? Asosan mana shu. Ya'ni mana shu haqiqatlar edi. Mana shu narsalarni tushunib olganingiz o'zingiz uchun yaxshi, tafakkur o'sha o'zingiz uchun o'sha xulosa chiqarishingiz uchun yaxshi. E'tiboringiz uchun rahmat. Fikrlaringiz, mulohazalaringiz bo'lsa, kommentga albatta yozib qo'yinglar. Va yor birodarlaringizga ulashinglar.